Keyingi proyektimizni ham bitirdik. Joy remontini. Bu joy egasi yangi syomka ishlab Rossiyaga ketaman deb yetib qoldi. Assalomu alaykum obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa, keyingi proyektimizni ham bitirdik. Joy remontini. Bu joy egasi yangi syomka ishlab Rossiyaga ketaman deb yetib qoldi. Endi syomkani bu yerda Rossiyada ko'radi. Dastanak, xudo xolasa qo'ldan kelgancha arzonni ishlab beramiz. Kimda kim katyol ishlatacak bo'lsa, batareyami o'zlari bor ishlab beradigan katyolu ko'rsatganmiz. Avvalgi ko'plar tushunmagan. Shu katyol sohasi bo'yicha videosini addenni qo'yib ketamiz so'ngida. Oxirini qoldirmang ko'ringlar. Malyarki narxi hammasini qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat etamiz. Qani ketdik. Ko'ramiz xudo xolasa. Bismillah. Dastan ichanaga ketdik. Nabida obzorlarni tushuntiradigan bo'lsak, lazer sensorli bo'ladi. Ledlarni qo'yib berdik. Aynalarni ustonovka, rozetkalar bor edi, bu yoqqa ko'chirib, bular ham ko'zolmaydan ishlab berdik. Elarina hamma narsa qo'yibsa bo'ladi. Narxlarni ham tushuntirib ketaman. Buning o'zi 1.100.000 so'm. Shudruvi, yana buning o'zi azyaplar sotib olasiz. Bosh qilinni, aynaning o'zi 350.000 so'm. Uchinchi vaziyat bular mebelchilar tarafdan keldi. Konditsioner o'rnatildi bu yerda 2-3 tane. Televizor qo'yildi. Aboylarimizni tushuntiradigan bo'lsak, kvadrati 45.000 so'mdan yuradi. Kvadrat deganda endi ko'plar sel shpaxlovka bilan aboy yuradi desanglar, undan emas. Somon suvoqli joyi olib borasizlar. Rotqon turamiz 1 sloy, shpaxlovka uramiz 1 sloy. Aboyini qistiramiz-da, plintusini ham qistirib berganlarimiz 45.000 so'mdan yuradi. Shuning uchun batareya ham kraska urganlarimiz besplatni. Bageti adden alinadi. Uголокlar qo'yilgandan alinmaydi uni. Mana bu azyaplastimiz kirgan yerda deklarativni bo'lish maqsadida, vid berib turish maqsadida qistiriladi. Buning o'zi qistirilishi 500.000 so'm. 500.000 so'mga tayyor ustonovka keltiriladi. Qistirib berganlarimiz. Televizorlar o'zlari qistirdi. Rozetka, kalso, hamma narsa 45.000 so'm ichida ketadi. Ko'p yerda kalsolar ham pul olib yurgan yerlar bor. Bu dahshat bo'pti-ku bu. Berimizga girsak, yana ko'rib turibsizlar videoni, joyining holatini. Aboylar ham o'zimiz tanlashdik. Qo'ldan kelgancha bu joy, shu joy tushadi aboy, bu joy bunday aboy tushadi. Bu yerda deklarativni qaytagi stilindagi lampalar qo'yilgan. Hozir lampasini yoqib ko'rsataman. Yana lampochka qo'yildi. Mehmon kelgan vaqtda, do'sti jo'ralarimiz kelgan vaqtda yoqib qo'ysangiz bo'ladi vid berish uchun. Boshqa vaqtda uchirib qo'yasizlar. Kulchatirlatib qo'yilgan rozetka, mana narsa anten kelib turibdi. Wi-Fi bo'lsa, smart televizorlar ko'rsatib turibdi. To'g'rimi? Qalasa? Dedan ketdimi? Vah! Videoda ko'radi, endi qara. Deda bordingizmi da? Deda bordingizmi? Yana perdelarni ham qistirdi. Bu yerda 1-2 kun dushabalay perdelarni qistirib, keyin syomka ishlaysizlar dedi. Shuning uchun arkaning syomka ishlash uchun keldik. Ketib qoldi dedilar. Olmasa ishlab, endi kelgan yil boshqa mashinalarni olib bilmak nasib etsin. Arka kanallarni ko'rsataman, bu yerni ko'rsatdik.
Beren perde kısıtılıktı. Jalizi perdeler kısıtlı. Aynen aboyları gördüğünde mehmanxana için addenli stilde işlendi özleri tellediler. Aboyları, patologları, koldan giyince plintisler, pökekleri boyap verdik. Yine çellim mehnat gitti beri. Destan biladi onu özü. Videoda bolsan like, komentar yazıp fikirlerini dostlarına iberip koyasan videosu çıkardı Xudo xolasa. Bu joyimizdan görasizlar. Bu joyimizdan yatakxona özüm bolaman degani uchun bu addenli stilde yaratıldı. Yani yapraqlı ve akkaçento o'rtalari aboy basilgan. Şu aboydan yapıştırıp berdik. Patologlardan şu renge tellep, özünü mos keladigan rengde tellep berdik. Jaluzlar kısıtılgan. Batareyaların üçünün batareya bolsa köpleri uyunda bu batareyani yazdırıp alamızda arkasından aboy işlep berip ketamiz. Bunun arkaları aboy işlengen sili. Bunu kalan vakti ortalarından görünmeydi bunun. Ya dival ya samasval görünmeydi. Aboy görünüp turadı. Stikma stik. Hemmesini görseten yine. Bir yandan stik yok. Koldan gelgince Adnan bu. Bularla işlep verdik. Köpeğde bunları gipsakardondan işliydi. Bize gipsakardondan işleyimiz. Bunun arkasına rotmund taşıyımız yine. Dival diyeyim buladı. Bu lekin gipsakardon. Üstüne işlep koymadı yine. Üstü özünün halatında durar, reyke dokuladı. Birler lekin yine dival deyin. Köpeğde şu gipsakardon işlenedi. Joralar gen vakti ya teşkilde ya balla urup döşüş xavfi borda. Bunda bo'lmaydi yine. Evvela Xudo milt etmeydi. Doğru mu? Doğru. Ergenekleri bu aldım onu yine. Şimdi beri joyinam görsetekkan. Bu joydan patologunu görünglar. Bu joydan televizorlar, bu antenleri geldi. Rozetkisi işledi mi bunu? İşlemeden. Rozetkisini işletip berkitamiz. Kafeleri basıldı yine. Kafeli bir kunra peçin onu 150 ming so'm. Patologlar kraski narxlari 35 mingdan tap 40 ming adım bor. Ne uchun buning mashaqqati bor. O'zingiz ko'rib turibsizlar, shunday stil bo'ladigan bo'lsa 35 dan 40 ming adım bor. Lampalar qo'yiladi, plintuslar qo'yiladi, pekeklar qo'yiladi. Shuning uchun mashaqqati bor. Bo'yalgan bu hamma narsalar. Kulchatorlar hammasi qo'yilib turibdi bu yerda. Plintuslar qistilgan. To'g'rimi aka? 20 kunda chiqib ketdik bu yerda. Chaqat bor bu yerda. 1 2 3 4 5 6 pashta 7 kat joy edin. 20 kunda chiqib ketdik. Xudo xolasa bu ham ko'rsatamiz qo'ldan kelgancha. Bu yerda o'zlari bo'lib turibdi ekan, shuning uchun tushunmadi edi. Bu yerni ko'rsatamiz. Oshxona qaranglar. Hamma orzu etadigan oshxona. Bu yerda o'zingiz videosini qo'yib ketaman. Boshdagi holatlarni jaluzlar qistilibdi. Pech yo'qadi bu yerda. Hozir trendda bo'lib turgan 3 pechdan bo'lib turibdi. Qozonni ichi kilodan bilmayman. Bir ana to'yingizni sovib beradi. Uyda bir 50 odamlik to'y ana beradigan bo'lsanglar, tashkil choyingizni ham yetishtiradi, ovqatingizni ham yetishtiradi. Polni joy haroratini qizdirib turadi. Bu yerda batareya bor, ehtiyoji. Ertang gaz inob ko'mir ishlamaydigan vaqti buni urib beraman dedi. Ehtiyoj qurdirib qoldi. Bu yerda tangir pech bor edi avval. Gaz plitalari hammasi tozadan keldi, vitishkalar o'rnatilib turibdi. Yana ishlab turibdi. Polni bu yine ishlab turibdi. Mebellar ham Azamat degan bola ishladi, qo'ldan kelgancha. Telefon raqamlarini tashlab ketaman. Agar kim kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar. Yine mebellarni ham как положено ishladi, холодильники, установка etib. Bu yana giramiz. Aboy, mo'yish aboy bu. Siz yuvib serib olaverasizlar bu yerda. Bu yerda yana yuvib serib olinaveradi bu yerda. Buni serib berasizlar keyin, yaxshimi? Men ko'rsatib berayinlar. Yana yuvib serib olaverasizlar buni. Bir yeri açılmaydı bunu. Bir latta olsa serib berasan shuni. Yuvib serib olinaveradi. Oshxona ham mo'ljallangan. Banimize keladigan bo'lsa, banida ariston qurildi, ranglar urildi, geng buyoqdan. Aristonlar qurildi, vakuum qo'yildi, filtr qo'yildi, nasozlari, hamma narsa ishlatib turibmi? Suv, sovuq suv ishlatib turibdi. Bular toza geldi. Bular o'rnatib berdik aynalarini, hamma narsalarni, pollari, kafe, tahoratxona o'rnatildi bu yerda.
Smith'ler ham ishlattiribdi. İşlattiribdi. Katpolojini hamma narsasi. Batareyalar ham ishlattiribdi. O'zimiz ukalarimiz qurib berdi. Bu yana girsak, suv olmasmi bu? Işıdan tushirang, ishidan. Zahonati. Bir de Smith qo'yildi. Bu Smith bular ana bashab turadi bu. Hamma narsa bedan ham keladi, bedan ham tahorat uchun ham keladi. Universal 850 ming so'mlik Smith'dan qo'ydi. Bir de vajini ishlab turadi, sensorni ana bo'ladi. Smith vajlar o'rnatildi, kafellari. Moshini poqqildi, soqqildi yo'q. Yani gipsa kartondan bölündü, uğuluklar koyulup, bellerine uğuluklar koyulup, kak poложенный Taşkentski pason bani oldu bu. Evvela xuda birden eşipki çıkmaydı, evvela xuda eşipki çıkkan tazirden gelip işlep verip gidemiz. Telefon rakamlarımız YouTube'da duruptu. Ese, vay su ekan koyuyor. Kimde kim roza buladan bolsa, rozalarınız kabul olsun, tamam yatıran roza aylarınız, yine gillerini yitirmek nasip etsin. Ben özüm roza bulmasam, iş boyunca kraski bezle, şunun için gül tutalmadım, yine gül tutuşun niyetim var. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha like, kommenter, yaxshi fikrlaringiz qoldirasiz. Kimda kim katyol gerek bo'ladigan bo'lsa, ko'mir katyol yo apilki yo unaqında yanadan ko'mir katyollari bo'lsa, xudo xolasa videosini qo'yib ketamiz, batafsil tushuntiramiz. Hammasini videoda olib qo'yganmiz. Shuni ko'rasizlar, zakaz etaverasizlar qo'ldan kelgancha. Malyarki narxlarni tushundinglar. 45 ming so'mdan aboy bo'ladi, bir sloy rotpont bo'ladi, bir sloy shpaqlovka bo'ladi, aboy bo'ladi, plintusi bo'ladi, besplatniy. Shuning ichida ketadi. Polin kvadrati 5 ming so'mdan, kraski narxlari 35 ming so'mdan, kulichator kalsolari shuning ichida qo'yilib ketadi. Atxozlar 80 ming so'mdan, qo'ldan kelgancha like, kommentariy, yaxshi fikr qoldirasizlar degan umiddamiz. Qanaqa Assalomu alaykum obunasizlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Katyol narxi, nechik ishlanishi, novda yanadi, shular ma'lumot beramiz. Avvalgisida 1-2 noto'g'ri fikrlar bor ekan, aniq tushuntir, nerda zatilib turibdi, nechik yanadi, o'dinda yanami, ko'mirda yanami, kulinda yanami, shularni xudo xolasa batafsil tushuntiramiz sizlarga. Chanlar bir qator ko'rsatib, undan keyin bu yoqdan ma'lumotini beramiz. Katyol zatadan sizlediniz üstteki. Katyolu düzelttik, montajını işledik, montajı bataryalar koyup yine bitirdik, topşuttuk benim. 10 tane toçki bir de. Montajı pomluyu. Şimdi az yaktı, 60 gradus'a düzüp koyardın ya. 60 gradus'a. Bunu özünün sirkülasyonu mı? Sabah çok kaynam tuttu, nasıl koymalı, yani turbalarda. Hem nasıl koyup koysa ihtiyacı. Sabah getirdik, yani mabalı, nasıl koyup tuttu. Berem koyupsular ha? Televizorlar koydu, hem de Ofşi. aylarından ama hem de öyle. Bu cayladan bu. Televizorda 2 toşki, yaptı. Hem yere koyuldu, konuluyor. Hayvanlar hem koyuldu, doğru mu? Şimdi girip durmak. Hem yere 10 toşki konuluyor, işlemdi. Xudo xolasa. Hem de yine su aylarını tuttu. Gaz gerek miydi indi? Yok. Tok bolsa bo'ldi. Kömür bolsa bo'ldi. Kömür bolsa. Toksuz ham yanamaydi bu. Şimdi köp gürkçileri soradı. Toktan. Toksuz şinekli var, ben tokluğunu işlemler kullanıyorum. Ava. Arabası işi var, tokla hiç alakası yok. Tok, normal çıkan kaderinden biz pirovonikten nerede var? Ava. 8 saat, 6 saat, 8 saat akımadırın gücüne kadar 10 saat, 12 saat açardı, tok yetkesi per kuruktular. Bunda var şu aparat. Yok ha? Olar var. Xudo xolasa ko'rsatamiz, tushuntirib batafsil. Endi uzib qo'yar ha. Yana katyolni tushunsak, bu yerida nov yanadi edimi? Yaqinda o'zim yiri qolgan narsa yanada bor. Katta var. Bu yerida odun yoqib ichine qilib qo'ydi. O'zini tashab sinab ketmagan ama aslanmoy bunda şinekli bo'lganligidan ko'mir yanadi, buning hishkisi yana bo'ladi, yani garelkisi yana. Bu ki hozir un taqda yanib turibdi, to'g'rimi? Na bu bochka ichindagi. Un taq ko'mirda shuni yanadi bu. Eng pasi kul. Kul tushadi, yana o'zining yashiklari bor. Garelkini tortib olasiz.
Kül galeriye dökedi, galeriye değilmedi. Ha. Doladı, tartıp alıp takıp yine onlara salıp koyarız. Bunda yine bu kömür. Yakında Untak kömür. Hadi. Açılıp yine salasız Hmm, yanavara. tamam. Azı bir çelek saldık yine. Bir yarım çelek kömür, kişine çelek bilen kat yolumuz başta 60 gradusa çıktı. Endi bunu bir yerlerden tushuntirib o'tamiz. Eberinde Yakında yese что, насос. ehtiyacı kaçatasi uchun Tamam. uklonlattirman deydigan bo'lsa, Samotok variantı özü nasıl şart emas ya olmasa nasıl doполнительный koyuladı. İşte bu üy soğuk adam Ha. geçeden geldi. Reskue'yu kızdırışı gerek. ava. Samotok'ta birinci, ikinci, üçüncü toşki deyen narsa buladı. Eldinkisi ısırap, keyinkisi soğukrak bu kadar. Nasıl konuşsa birinci, ikinci toşki deyen narsa bulmadı. Hem yerde bir xil temperatura buladı. Mesela 10 toşki üyümüz Ava. hem yerde bir xil temperatura berk durardı. Birinci toşkilam şu, 10. toşkilam şu buladı. Yine bir küleladağını, doğru mu? Cevabı Birden tushgani, bezapasni bo'lish uchun. Aldananadı. Moruğa garip külünler aldı, tutturgandan keyin morular Yıkılıp kalması için. 3 4 günde tozalap dururlardı bu. Beler o'zingiz aytgansizlar shu aylanib val bilan, doğru mu? Val bilan aylanib yine. İki reduktor. Bu yoqda hammasi elektronli düzüladi. Ava. İçerli gerek bo'lsa temperaturada chiqiyor. Valın Bu temperaturada çık, doğru mu? Belgisi minutuna koyasın. Baba bu necha minutdan içerli rasotunu düzüp sovuğa qarab düzülaveradi Endi- rasotu. Premierni birdan qo'ysangiz itmutga beradi-ku arg'i iriga qaraganda. Bir mashin bir qishdan chiqasiz, polni. O ne çıkarsın? Bir yed- İrili medal alsalar salaveradilar. Ha. İrisi defede medası kasta bo'lmasa tolka medasini alaman desene ben Ha. bana 2 tonna medasini 200 ming so'mga berib Ha, berdim. 200 ming so'm. O 2 Ve tonnasini yetishini kerak emas. O'zimizdan aldık irisini yaktık medası kaldı şunu Ha. berib berdim. bu bochkisi, doğru mu? Raşiritini bak bu. Samatok'ta raşiritini bak bo'ladi. Endi buning narxi bo'yicha telefonda gaplashaveradilar. Telefonda gaplashaveradi. 93lik 712 08 82 Toha degan gruppa o'zlari qat yo'llanmasi edi. Suvarkisi, hamma narsasi içinde shularni qurib uстановka etib ishlatib. Garantiyasi bor buning, doğru mu? Garantiyasi 3 yil garantiyasi bor. Buning variantlari ko'p. Bu Ha. meda yanadigan xili. Ava. Buning irili medali yanadigani bor. Ha. Qurib videolarni o'tgan Ava, safar ava. ko'rsatgan Bu yoqda meyda yanadog'ini bor edi, shunda Ava. tashalg'ani. Iri Bu endi medali yarına bochkali xil. Bunda meda eddinni toprog'i to'pani eddinni o'zi yanadani. Ko'rsatgan galerikisini. Yanib turuna qarang buni. Yo'llay yana. Eski sıkıntı böyle. Bu bezapasni ha. Yok. Yaparsın, yetiş, yaparsın. Temperatura ko'rsatib turadi. Hava basımı regulasyonu etiladi yine. Ava. Jelli, pes, yollu, hammasi regulasyonu etiladi. Temperaturası, işleş vakti, hammasi regulasyonu etiladi. Bu haftadan shu 4 kun 5 kundan tozalasa bo'ldi. Kaçak turarlar. Navlar ham izolyatsiyalangan, doğru mu? Ava. Shumkalangan bular hammasi. Bezapasni bolalar pişmedi kolayına. İçinde yanıp turibdi buning, içinde yanıp turibdi bezapasni. Odun ham yanıp turibdi, ko'p ham yanıp turibdi. Yanıp turibdi. Obunachilar, shu bilan xo'shlashamiz. Ina ma'lumotlarni berdik. Qolgan ma'lumotlaringiz 93lik 712 08 82 raqamlarini chiqasizlar, aloqaga chiqasizlar. Beradi manzilga qarab. Bu yerda Kaltaminorda nima edi? Leninizm Kaltaminorda ishlanib turibdi shu. Hazır kurduk köre. Hozir qurib bitirdi. 3 kun deganda, uzoqi 2 kun, 3 kunda uстановка etib berib ketadilar. Montajı hemen şunun içinde bo'ladi. Keyin buni pul ko'plari plastikdan endi 1-2 so'm 7000 turganlar bo'lishi mumkin. Avval safar kommentariyada yozgan ekan. 7000 durganında duramız. Ha. Hemmesini netamiz. Plastik bo'lsa biz problem. Hammasi. Hemmesinden getir. Nal, beznal farkı yok. Kredit, yana Kreditimiz ba'zida yok. kredit yo'q Bu kasada. narsa yok. Halol. Halal, küçük duruşma bo'lsa, mesela 1 ay, 2 ay nesine qarab Bo'ladi. to'xtatib turishimiz mumkin abi. Asa yana eshitdinglar? Kredit hech narsa yo'q. Bo'ldi.
Sog' salomat bo'lasizlar, o'zingizni ehtiyot etinglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Bitta